15. pora. Sura İsra. Bani İsrail. Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Allah barcha nuqsandan pokdir. O Muhammed aleyhisselam'a kudretimizden delillerini köstiş için bendisini yani Muhammed aleyhisselam'ı bir gecede Mescid-i Haram'dan etrafını bereketli kılgan Mescid-i Aqsa'ga ip geldi. Hakikaten Allah hemmini anlap durgucudur. Hemmini körüp durgucudur. Musa'ga kitapni yani Tevratni ata kıldık. Kitapni İsrail evladıga yetekçi kıldık. Ularga menden gayrini hami yani perverdigar kılvanmanlar dedik. Biz Nuh bilen billa kemiga tushirganlarning evlatları. Ecdadınlarını g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Nuh haqiqatan ko'p shukr qiluvchi banda edi. İsrail evladıga kitapta yani Tevrat'ta Falastin ziminida cho'qim 2 qitim buzg'unchilik qilishlar va zulm qilish bilan Alloh cheklagan ishlarni qilish bilan to'limu haddinglardan eshib ketsinlar deb vahiy qildik. Birinchi qitimliq buzg'unchilikning jazosi va'da qilingan vaqt kelganda sizlarni jazolash uchun sizlarga kuchli bandalarimizni avatdik. Ular sizlarni o'ldirish, bulang-talang qilish uchun uylarni oqtirdi. Sizlarga dushmanni musallat qilish cho'qim ishqa ochadigan va'da edi. Ondan yani tövbe qilganinglardan keyin sizlarning ulardan ustunliklarni asliga keltirdik. Yani dushmaninglarni halok qildik. Sizlarni uning ustidan g'olib qildik. Sizlarga nurg'un mol va avlodlar ato qildik. Soninglarni ko'p qildik. Ey İsrail avlodi, agar yaxshilik qilsanglar, yaxshiliginglar o'zinglar uchundir. Yomonlik qilsanglarmi o'zinglar uchundir. İkinci qitimliq buzg'unchilik jazosining va'da qilingan vaqti kelganda dushmanlarning xor qilishi bilan yuzinglarni qayg'uning alomatlari ko'rilishi uchun ularning Baytul Muqaddasga dastlabki qitimda kirganda kirib uni xarob qilishi uchun ishg'ol qilganligi yerni vayron qilish uchun ularni biz avatdik. Agar tavba qilsanglar Perverdigarınlarının sizlərə rəhm qilishi muvaqqaq yaqindir. Agar sizlər qaytsanlar, yani qayta buzg'unchilik qilsanglar, biz qaytimiz. Yani biz sizlarni qayta jazolaymiz. Biz jahannamni kofirlar uchun zindon qildik. Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mo'minlarga ularning cho'ng mukofotga erishadiganligi bilan xush xabar berdi. Yani müminlərə xush xəbər berdi ki, oxiratga ishonmaydiganlarga qattiq azob tayyorladik. İnsan o'ziga va bola-chaqalarga xayrlik duo qilgandek, ochiq kelganda badduo qiladi. İnsan oldirang'udir. Kecha bilan kunduzni kamollik qudratimizni ko'rsatadigan 2 alomat qildik. Kechining alomatini ko'tarib etdik. Perverdigarınlarının fəzlini tələb qilishinglar, yani turmuş lazimetliklerini tepish yolida sa'iyi hareketdə buluşunglar üçün kecha bilan kunduzning almashishi orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'riqlik qildik. Diniy va dunyoviy ishlarning hammasini tafsiliy bayon qildik. Har bir insonning amalini uning bo'yniga esib qo'yamiz. Yani insanın qilgan har qanday amali xuddi bo'yundan ayrilmagandek, uningdan hargiz ayrilmaydi. Shuningga yarasha jazo beriladi. Qiyomat kuni uning nomi amalini ko'rsatamiz. U uni ochiq ko'radi. Uningga nomi amalligini o'qigan bugun o'zingga, yani bu qilmishlaringga o'zing guvoh bo'lishing kifoya deyiladi. Kimki hidayet tapadigan, hidayet tapqanligining foydasi uning o'zi uchundir. Kimki ozdikan, ozg'anlikning ziyni uning o'zi uchundir. Bir odam yana bir odamning gunohini ustiga olmaydi. Payg'ambar avatmay turib, hech odamni jazolaganimiz yo'q. Biror shahar aholisini halok qilmoqchi bo'lsak, uningdagi davlatman odamlarni
bizga itoat qilishga buyuramiz. Ular itoat qilmay pisqi fasod qiladi-da, ularga azobimiz tegishlik bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halok qilamiz. Nuhdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Parvardigoring bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga, uning xohlaganini emas, bizning xohlaganimizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmetidan qo'g'langan holda kirdi. Kimki oxiratni ko'zlaydigan va mo'min bo'lib, oxiratga loyiq amallarni qiladigan, mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkisiga Parvardigoringning ota qilganidan beramiz. Parvardigoringning ota qilgani hech odamdan mani qilinmaydi. Ularning ba'zisini ba'zidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texmi cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmag'in. Unda qilsang, Allohning dargohida ayiblangan, Allohning yordamidan mahrum bo'lgan holda do'zaxda hamisha qolasan. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri yo ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagin. Ularni dushkanlamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamoliy mehribonlikdan noit kamtar muomalada bo'lgin va Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgin degin. Parvardigoringlar dilinglardagini obdan bilguchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Alloh sizlarning xatoliginglarni kechiradi. Allah haqiqatan tövbe qilib turg'uchilarni mag'firat qilguchidir. Tuqqanға, miskinga, ibn sabilga xayri saxovatdan haqqini bergin. Pul milingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmagin. Isrof qiluvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Shayton Parvardigorga to'limi kufroni ne'mat qilgan edi. Agar sen Parvardigoringdan kutayotgan marhamat nozil bo'lgandan keyin ondan ularga xayri saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap qilgin. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmagin, ya'ni bexillik qilmagin. Qo'lingni to'limi ichibmi etmagin, ya'ni isrof qilmagin. Unda qilsang, pulsiz qilib malomatga, pushaymonga qolasan. Shubhisizki, sening Parvardigoring xohlagan odamning rizqini keng qiladi. Xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Allah haqiqatan bandalarining ahvolini, manfaatini bilib turg'uchidir. Ko'rib turg'uchidir. Kambag'allikdan qo'rqib, bolalaringlarni o'ltirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ldirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Zinoga yaqinlashmanglar. Chunki u qabih ishdir. Yomon yo'ldir. Nahaq odam o'ltirmanglarki, Allah nahaq odam o'ldirishni harom qildi. Kimki nahaq o'ldirilgan, qotildan qisos elish, yo diyat elish, yo kechirim qilish huquqini o'ldirilguchining egisining qo'lida qildik. Egisi qisos elishda chekdan chiqib ketmasin. Qotildan g'ayrini o'ldirish yo uning a'zolarini kesish, bir odam uchun ikki odamni o'ldirish qatorliq ishlarni qilmasin. Nahaq o'ldirilguchining egisiga Allah haqiqatan madadkordir. Yetimning milini toki u balog'atga yetgan qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Ahdiga vafo qilinglar. Qiyomat kuni ahda ustida, ya'ni ahdiga vafo qilganlik ustida albatta savol so'roq qilinsizlar. Sizlar boshqalarga ochliq qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar
va to'g'ri tarozida tortib beringlar. Bunda qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Oxiratlikinglar uchun texmi obdandir. Bilmaydigan narsanglarga agashma. Bilmaydigan narsangga agashma. Ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. İnsan qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilinadi. Sen ziminda mag'rurona yurmagin. Hakaburlikdan oyog'ing bilan yerni teshib etmaysan. Har qancha gedaygining bilan egizlikda tog'larga tanglishamaysan. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allohning dargohida yomondir. Bular Parvardigoring sana vahiy qilgan hikmatlarning bir qismidir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagin. Bo'lmasa malomat qilingan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda jahannamga tashlanasan. Acaba Allah sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. Ularni ibrat olsin deb vaz nasihatni Qur'onda turli shaklda bayon qildik. Buning bilan ular haqiqatdan texmi yiroqlashmoqda. Mushriklar aytgandek, Alloh bilan birga yana boshqa ilohlar bo'lgan taqdirda arish egisi Alloh ustidan g'alaba qilish uchun albatta yo'l izlagan bo'ladi. Alloh pokdir. Ularning bo'xton so'zlaridan yuksak darajada oliydir. Yetti osmon, zamin va ulardagi maxluqotlar Allohni pok deb biladi. Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madhiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madhiyasini sezmaysizlar. Allah haqiqatan bandalariga halimdir. Ya'ni osilik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchidir. Ey Muhammad, sen oxiratga ishonmaydigan mushriklarga Qur'onni o'qigan chig'ingda ular bilan sening orangda yo'shirun parda paydo qildik. Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pardaladik. Ularning quloqlarini eg'ir qildik. Qur'onda yalg'iz Parvardigoringni tilga olsang, ular urkib qechib ketadi. Tilovatingga ularning nima uchun, ya'ni masxara uchun quloq solganligini biz obdan bilamiz. Ular qiroatingni tinishigan chaqlarda sening to'g'rangda pichirlashidi. Ayni vaqtda zolimlar mo'minlarga sizlar faqat sehrlangan odamga agishyotsizlar deydi. Ularning sening to'g'rangda birdam sehrgar, birdam shoir va birdam majnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular mushundaq bo'xtonlarni choplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. Mushriklar, biz quruq so'ngak va chirib to'pi bo'lib ketgandan keyin cho'qim qayta tirilib, yangidan odam bo'lamdiq deyishidi. Sizlar tosh yoki to'mir yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh sizlarni tirildirdi. Ular bizni kim tirildirdi deydi. Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh tirildirdi deydi. Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh tirildirdi degin. Ular sana başlarını langıştib, u qachon bo'ladi deyishidi. Sen umidga u yaqinda bo'ladi degin. Umidki u yaqinda bo'ladi degin. Shu kunda Alloh sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamdi aytib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozg'in turgandek o'ylaysizlar. Bandalarimga aytganki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Şübhəsizki şeytan ularning orasida fitna qo'zg'aydi. Şeytan insonga haqiqatan oshkor dushmandir. Alloh sizlarni obdan biladi. Xolisa sizlarga rahim qiladi, xolisa sizlarni azoblaydi. Seni ular, ya'ni kofirlarga homiy qilib avatganimiz yo'q. Parvardigoring osmonlardagi, zimindagi bandalarining ahvolini hammadan obdan biladi. Biz haqiqatan payg'ambarlarning ba'zisini ba'zidan ustun qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Sizlar Allohni qo'yib, Xudo deb o'ylaganlaringlarni chaqiringlar.
Ularning qo'lidan sizlardan balani ko'tarib o'tishmi va uni boshqalarga yo'tkab qo'yishmi kelmaydi. Ular Allohni qo'yib iloh deb ibodat qildiganlarning o'zlari ibodat orqali Parvardigoriga yaqin bo'lishini tilaydi. Ularning orasida Parvardigoriga yaqinroq bo'lgani ham ibodat orqali Allohga yaqin bo'lishni tilaydi. Parvardigorining rahmatini umid qilib, uning azobidan qo'rqadi. Parvardigorining azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. Allohga osiylik qilgan har qanday bir shahar bo'lmasin, uni biz qiyomat kunidan burun halok qilamiz yoki uni qattiq azoblaymiz. Bu Lavhul Mahfuzda putilib ketgan hukmdir. Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Biz Samudga kishi to'gini ro'shan mo'jiza qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizalarni faqat bandalarni qo'rqitish uchun avatimiz. O'z vaqtida biz sana Parvardigoringning haqiqatan kishilarning ahvolini to'liq bildiganligini aytdik. Biz sana Miroj kechasi osmon zimindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinab qildik. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texmi kuchaytirdi. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis, sen loydan yaratqanga sajda qilamdiman dedi. İblis, manga aytib bergina, sen mendan ustun qilgan odam mushumu? Agar manga qiyomatgacha muhlat berdigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib, tüp yıldızdan qurtib etaman. Ya'ni ularni xohlagancha yetalayman dedi. Ya'ni ularni xohlagancha yetalayman dedi. Allah iblisga aytdi. Bağın, sana mühlet berdim. Ulardan, ya'ni odam bolalaridan kimki sana ergishadigan, cehennem sana ve ularga berilgan to'liq jazodir. Ularning ichidan qo'zg'ata oladiganligi odamingni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirishing bilan qo'zg'atqin. Otliq va piyoda qo'shining bilan ularga hujum qilgin. Ularning mollariga va bolalariga sherik bo'lgin. Ularga yolg'on va'dalarni bergin. Shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. Shubhisizki, mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qilolmaysan. Shubhisizki, mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qilolmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Parvardigoringlar sizlarni fazlni, ya'ni fazldan bo'lgan rizqinglarni talab qilsin deb kemilarni sizlar uchun dengizda mangdirib berdi. U haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Sizlar dengizda birer ofatga yo'liqqan chog'inglarda insonlarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohla keladi. Ya'ni inson mundaq chog'da Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Alloh sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, omon eson quruqlikqa chiqarganda yuz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab, avvalgi holatinglar qaytilasizlar. Qaytib olasizlar. İnsan kufrilik qiluvchidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulganinglar bilan Allohning sizlarni yerga yutqizib etishidan yoki sizlarga osmondan tosh yog'dirib halok qilishidan, ondan sizlarni Allohning azobidan saqlaydigan hech homiy topolmaydiganliginglardan qo'rqmamsizlar? Yoki Allohning sizlarni dengizda qayta qatnatqizib, dengizdagi chig'inglarda qor bo'ron chiqarib, kufrilik qilganliginglar tufaylidan sizlarni g'arq qilib etishidan, ondan sizlarga bizdan 3 ilib berdigan hech ahdi topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar? Shak shubhisizki, biz odam bolalarini hurmatli qildik. Ularni quruqlikda,
Ulaqlarga mindirdik. Dengizda kemilarga chiqardik. Ularni şirin yemeklikler bilan rizqlandırdik. Ularni məxluqatlarımızның nurg'unidan üstün qildik. Biz hamma odamni ularning nomi amali bilan chaqirdigan kunni esingda tutqin. Nomi amali o'ng qo'lidan berilganlar o'zlarining nomi amalini o'qiydi. Ularga qilcha zulm qilinmaydi. Bu dunyoda dili ko'r bo'lgan odam oxiratdami ko'r va texmi gumroh bo'ladi. Ular seni biz sana vahiy qilgan Qur'onga xiloflik qildirib, bizga Qur'ondan g'ayrini iftira qildirishga tas qildi. Ularning ko'nglidagidek qilganingda, albatta, ular seni o'zlariga do'st qilib oladi. Seni biz haqda turishda mustahkam qilmagan bo'lsak, ularga mayli bo'lib ketgili haqiqatan tas qolgan edi. Agar shunday qiladigan bo'lsang, albatta, sana dunyo va oxiratda haslab azob bergan bo'lardik. Ondan sen bizga qarshi yordam beradigan hech odam topolmayding. Yahudilar seni Madina zimmidan chiqarib etish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikqa tas qildi. Shundoq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozg'ina vaqt tura oladi. Ya'ni ozg'ina vaqtdan keyin halok bo'ladi. Bu senden ilgari biz avatgan payg'ambarlarimizning tutgan yo'lidir. Ya'ni payg'ambarlarni orzidan haydab chiqargan har qanday ummatni halok qilish Allohning payg'ambarlari haqida tutgan yo'lidir. Tutgan yo'limizda o'zgarish topolmaysan. Ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib, qorong'i tushgan vaqt qadar namoz o'qigin. Bu yerda peshin, asr, shom, xubdan namozlari ko'zda tutiladi. Bomdod namozini o'qigin. Gündüzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi. Sana nafli ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongin. Ey Muhammad, Parvardigoringning seni madilindigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir. Parvardigorim, meni qabramga o'ngishliq kirgizgin, qabramdan o'ngishliq chiqargin. Mana dargohingdan haqqa yordam beradigan quvvat ota qilgin degin. Haqiqat ya'ni islom keldi. Batil ya'ni kufri yo'qoldi. Batil haqiqatan o'ngay yo'qladi degin. Biz mo'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmi oshidi. İnsonga turli ne'matlarni bersak, Parvardigorining ibodatidan yuz o'riydi. Cho'ngchilik qilib Parvardigordan yiroqlashidi. Uningga biror ko'ngilsizlik yetsa, Allohning rahmatidan ma'yuslanib ketadi. Har odam hidoyat va gumrohlikda o'z yo'li bo'yicha ish qiladi. Parvardigoringlar kimning to'g'ri yo'lda ekanligini obdan biladi. Ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashadi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degin. Sizlarga faqat ozg'ina ilm berilgan. Agar biz xohlasak, sana vahiy qilgan Qur'onni albatta dillardan va mushaflardan ko'tarib etdik. Ondan uni asliga keltirishga bizga qarshi hech qanday homiy topolmayding. Faqat Parvardigoring rahmat qilish yuzidan uni ko'tarib etmedi. Allohning rahmati sana haqiqatan cho'ng bo'ldi. Aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'qishini maydonga keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirdimi, uning o'qishini maydonga keltirolmaydi. Bu Qur'onda insonlar uchun turli masalalarni xilma-xil shaklda bayon qildik. Ro'shan paketlarning bo'lishiga qaramay, insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qiladi. Ular aytdi: "Toki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqarmoqcha, sana hargiz ishonmaymiz. Yoki sening xo'rmilik, tolliq va o'tirsidan o'stanglar iqib turadigan bir bexing bo'lsin. Yoki sen aytgandek ustimizga osmonni poj-poj qilib tushirgin.
yoki payg'ambarligiga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin. Yoki sening oltindan uying bo'lsin. Yoki sen shoti bilan osmonga chiqqin. Toki Alloh tarafidan sening uning bandisi va payg'ambarligi ekanliging yozilgan biz o'qiy oladigan bir kitobni elib tushmaguncha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh pokdir. Men faqat bir payg'ambar insonman. Allohning izni bo'lmasa, hech odam biror mo'jiza keltirolmaydi. Ular, ya'ni mushriklarning o'zlariga hidoyat, ya'ni payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari Alloh insonni payg'ambar qilib avatdamdi deganliklari uchundir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, mubodo ziminda, ya'ni zimin ahlidak mengib yuradigan o'tiraqlashgan farishtalar bo'lsaydi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushiradi. Ey Muhammad, aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda mening rostligimga guvoh bo'lishga yetarlikdir. Alloh haqiqatan bandalarining ahvolini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Kimki Alloh hidoyat qilgan ekan, u hidoyat topquchidir. Alloh gumron qilgan odamga Allohdan boshqa azobdan qutuldiradigan hech yordamchilarni topolmaysan. Qiyomat kuni ularni dum yotqizib, so'ralgan ko'r, gacha, gaz holda yig'imiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti pastlab qolsa, ularga o'tni texmo yolqinjitimiz. Ularning oyatlarimizni inkor qilganliklari va chirigan so'ngak va to'pig'i aylanganimizdan keyin rostla qaytadan tirilib, yangidan odam bo'lamdiq deganliklari uchun ularga berilgan jazo ana shudir. Osmonlarni, zaminni yaratgan Allohning ularga o'xshash insonlarni yaratalaydiganligini ular bilmamdi. Alloh ularning o'lishi va tirilishi uchun shak shubhasiz muayyan vaqt belgiladi. Kofirlar faqat kufri qilib unaydi. Agar Parvardigorimning rahmat xazinalari sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugab ketishidan qo'rqib, cho'qim bexillik qilatdinglar. İnsan bexil keladi degan. Biz Musaga haqiqatan 9 rushan mo'jiza ato qildik. Musa Fir'avnga va uning qavmiga kelgan chaqda biz Musaga ulardan Isroil avlodini qo'yib etishni so'rag'in dedik. Fir'avn uningga: "Ey Musa, seni men cho'qim jadu qilingan deb o'ylayman. Ey Musa, seni men cho'qim jadu qilingan deb o'ylayman." dedi. Musa: "Ey Fir'avn, bular ya'ni 9 mo'jizani faqat osmonlarning va zaminning Parvardigori mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen garchi tilingda iqror qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilasan. Men seni, ey Fir'avn, haqiqatan halok bo'ladi deb o'ylayman" dedi. Fir'avn ularni Misr zaminidan chiqarib etmoqchi bo'ldi. Biz Fir'avnni va uning bilan birga bo'lganlarni hammasini dengizga g'arq qilib etdik. Fir'avnni g'arq qilib etgandan keyin biz Isroil avlodiga: "Misr zaminida turinglar. Oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabranglardan mahshargohga kofirlar bilan mo'minlarni oralash ep kelimiz" dedik. Qur'onni biz haqiqat asosida nozil qildik. Qur'onmu haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil bo'ldi. Seni biz faqat xush xabar berguchi, ogohlantiruvchi qilib avatdik. Qur'onni kishilarga doni-doni o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar, mayli. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar, mayli. Chunki ishonishinglar uningga kamolat, ishonmasliginglar uningga nuqson kelmaydi degan. Shubhisizki Qur'on nozil bo'lishidan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarda ta'sirlanib darhol sajdaga boradi. Ular: "Parvardigorimiz pokdir. Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlandi" deydi.
Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmo tazarru qiladi. Alloh deb atsanglarmi bo'ladi, Rahmon deb atsanglarmi bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor. Degin. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degin. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib, sana aziyat yetkazmasligi uchun yuqori ovoz bilan o'qimag'in. Mo'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilan o'qimag'in. Ularning orasida o'tir yo'l tutqin. Aytqinki, jimi hamdu sana balisi bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida sheriki bo'lmagan, xorliqdan qutulish uchun do'stga muhtoj bo'lmagan, ya'ni xor bo'lmagan, yordamchiga muhtoj bo'lmagan Allohga xosdir. Allohni mukammal ravishda ulug'lig'in. Sura Kaf. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allahның ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana Allohga xosdir ki, Allah insonlarni o'z tarafidan bo'lgan qattiq azobdan ogohlantirish, yaxshi amallarni qilgan mo'minlarga obdan mukofot, ya'ni jannat berdiganligi bilan xush xabar berish uchun bandisi, ya'ni payg'ambari Muhammadga to'g'ri, hech qanday qing'irlik, ya'ni ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nozil qildi. Ular, ya'ni yaxshi amallarni qilgan mo'minlar jannatda mangu qoladi. Allohning bolasi bor deguvchilarni ogohlantirdi. Ular va ularning ota-bobolari bu bo'xtonlarda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ularning ig'izlaridan chiqqan so'z nima degan cho'ng? Ular faqat yolg'onni aytadi. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib ularning iymondan yuz o'rganligidan o'zingni halok qilib etishing mumkin. İnsanlarning qaysilarining amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. Yer yuzining zinnati qildik. Biz cho'qim yer yuzidagi dal-daraxt, tog' va bino qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzini tüp-tüz bayavonga aylantiramiz. Ashabul Kahfni va raqam, ya'ni Ashabul Kahfining ismlari yozilgan taxtini bizning qudratimizni ko'rsatib berdigan alomatlarimiz ichidagi eng qiziqi deb qardingmi? O'z vaqtida bir qancha yigit g'orni panoh joy qilib oldi. Ular Parvardigorimiz bizga rahmat xazlaringdan ata qilgin, bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgin dedi. Ularni biz g'orda uzun yillar uxultib qo'ydik. Ondan ikki guruh, ya'ni Ashabul Kahf ichidagi qanchalik uxlaganliklari haqida ixtilof qilishgan ikki guruhdan qaysisining g'orda qanchalik uzoq turishganliklarini inchga hisoblaydiganligini sinash uchun ularni uyg'otdik. Biz sana ularning hikoyasini rostlığı bilan aytib beramiz. Ular haqiqatan Parvardigorga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Ularning dillarini, ya'ni irodasini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular iymonsiz zolim podshoh oldida dast turib aytdi. Bizning Parvardigorimiz osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Biz uni qo'yib, hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Agar biz Allohning sherigi bor deydigan bo'lsak, bu chaqda haqiqatdan to'liq yiroqlashgan bo'lamiz. Bizning qavmimiz Allohni qo'yib, butlarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining ilohlarga ibodat qilishga tegishli ekanligiga nemishqa aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni choplagan odamdanmi zolim kim bor? Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlardan ayrilgan ekansizlar. G'orni panoh joyi qilinglar. Parvardigoringlar sizlarga keng rahmat qiladi. Alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib beradi. Kun chiqqan chaqda ularning g'orning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun patgan chaqda ularning g'orning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rsan.
ya'ni g'orning ishki shimol tarafda bo'lganlikdan kunning nuri g'orning ikki tarafiga tushib turdi. Allah ularni hurmatlaganlikdan kun chiqqandimi yo patqandimi uning nuri ularning ustiga tushmaydi. Ular bo'lsa g'orning o'rtasidagi bo'shliqdadir. Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimning Alloh hidoyat qiladi ekan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdi ekan, uningga yo'l ko'rsatguchi do'stni hargiz topolmaysan. Mubada ularni ko'rdigan bo'lsang, ko'zlarining uchuqligi va o'rilib turdiganlikdan ularni uyg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ularning iti g'orning bo'sug'isida ikki putini so'zib yotadi. Agar ularni ko'rdigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib, cho'qim qochgan bo'larding. Ularni uxlatganimizdek, g'orda qanchalik turganliklarini o'zaro so'rashsin deb, o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni uyg'otdik. Ularning biri bu g'orda qancha uzun turdinglar dedi. Ular bir kun yoki bir kundan oz turdik deyishdi. Ularning ba'zisi dediki, qancha uzoq turganliklaringlarni Parvardigoringlar obdan biladi. Buni surishtirishning foydasi yo'q. Biz hozir biringlarni buyuringlar. Bu tangilarni shaharga elib kirib, kimning tomiqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setilib ep kelsin. U shaharga kirishda va tomoq setilishda ehtiyot qilsin. Sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, sizlarni chomi kesak qilib o'ldirdi. Yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Mundaqda hargizmi maqsadinglarga erishaolmaysizlar. Ularni uyg'otganimizdek, kishilarga Allohning qayta tirildirish to'g'risidagi va'dasining haqligini va qiyomatning bo'lganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. O'z vaqtida ular Ashabul Kaf qabzi ruh qilingandan keyin Ashabul Kafning ishi ustida datalash qilishdi. Ba'zi kishilar ularning yeniga hech kishining kirmasligi uchun Ashabul Kafning atrofiga, ya'ni g'orning ishkiga bir tam etinglar dedi. Allah Ashabul Kafning ahvolini hammadan obdan biladi. Gepi o'tadigan boshliqlar, ya'ni podshoh va shahar kotiboshlari g'orning atrofiga, ya'ni g'orning ishki oldiga albatta bir masjid solayli dedi. Ular, ya'ni payg'ambar alayhissalomning zamonidagi nasoralar. Ular, ya'ni Ashabul Kaf 3 bo'lib, 4-si ularning itidir deydi. Ba'zilar ular 5 bo'lib, 6-si ularning itidir deydi. Bu butunlay asossiz. Qarisiga aytilgan so'zdir. Yana ba'zilar ular 7 bo'lib, 8-si ularning itidir deydi. Aytqinki, ularning sonini Parvardigorim obdan biladi. Undan boshqa ozg'in kishilar biladi. Ular to'g'risida nasoralar bilan faqat yuzagina munozirlashgan. Ya'ni bu haqda munozirlashuvchilarni tasdiqmi qilmaydigan, yolg'onqimi chiqarmaydigan darajada munozirlashgan. Ularning hech biridan Ashabul Kaf qissasini so'ramagan. Sen biror ishni qilmoqchi bo'lsang, "Ata, shu ishni cho'qim qilaman" demay, "Xudo xolisa" degan so'zni qo'shib degan. Ya'ni Xudo xolisa qilaman degan. Xudo xolisa degan so'zni unutib qolsang, Parvardigoringni tilga olgin. Ya'ni Xudo xolisani esingga kelganda aytqin. Hamda Parvardigorimning meni buningdan yaqin to'g'ri yo'lga boshlatishini, ya'ni dinim, dunyoyimda meni eng tuzuk ishlarga muvaffaq qilishni umid qilaman degan. Ular o'z g'orida 309 yil turdi. Aytqinki,
Ularning turgan vaqtini Alloh obdan biladi. Osmonlardagi, zimindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Allohning ko'rishi nima degan mukammal? Allohning anglashi nima degan mukammal? Ularga Allohdan bilak hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Alloh o'z hukmida hech kishini sherik qilmaydi. Ey Muhammad, sen Parvardigoringning kitobidan sana vahiy qilinganini o'qigin. Allohning so'zlarini hech kishi o'zgartirmaydi. Sen hargizmi Allohdan bilak iltijogoh topolmaysan. Sen Parvardigoringning roziligini tilab, atdigan oqshomda uningga ibodat qildiganlar, ya'ni ojiz, kambag'al musulmonlar bilan sabrchan bo'lgan holda birga bo'lgin. Hayoti dunyoning zibu-zinnatini, ya'ni mushriklarning cho'nglarining suhbatini deb, ularni ko'zga ilmay qolmag'in. Biz dilini zikrimizdan g'aflat qoldirgan, nafsi xohishiga ergashgan, ishi haddidan oshgan odamning so'ziga ergashmagin. Ey Muhammad, bu haq Qur'on Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ladi. Xohlagan odam iymon etsin, xohlagan odam kofir bo'lsin degan. Biz haqiqatan kofirlar uchun tutun pardalari ularni o'rib oldigan o'tni tayyorladik. Ular tashnalikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarni ko'ydirib etadigan nihoyat qiziq suv beriladi. Bu nima degan yomon sharob? Jahannam nima degan yomon joy? Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga keldigan bo'lsak, biz ularning qilgan yaxshi amallarining savobini haqiqatan yo'q chiqarib etmaymiz. Ani shular ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular doim turadigan jannatlardan bahramon bo'ladi. Jannatda ular oltin bilaguzuklarni soladi. Nipiz va qilin ipakdan ishlangan yeshil kiyimlarni kiydi. Oltin va esil raxtlar bilan qoplangan taxtlarga yulinib o'tirdi. Bu nima degan yaxshi mukofot? Jannat nima degan go'zal joy? Ular ya'ni kambag'allarni yiningdan qo'g'ilib etishni talab qilgan kofirlarga mundaq biri mo'min, biri kofir bo'lgan ikki odamni misol qilib keltirgan. Ularning biriga, ya'ni kofirga biz atrofi xo'rmizorlik, ikki bog'ning o'tirisi ekinzorlik bo'lgan tolliq ikki bog' ato qildik. Her ikilisi kem kütsiz, toluq meyve berdigan bağlar bulup, ularning orasidan eqib turdigan o'stangni barpo qildik. U, ya'ni bog' egisi nurg'un mol-mulkka ega edi. U birodariga faxrlanib, "Men sendan boy, odamlarim, ya'ni xizmatchilarim, bolalarim, yordamchilarim seningdan ko'p" dedi. U mo'min birodarini yetilab, beg'iga kirib, kufrilik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda aytdi. Bu bog' menga yo'qolmaydi deb o'ylayman. Shuningdek qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Parvardigorimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyini topaman. Uningga mo'min birodari munozirlashgan holda aytdi. Seni aslida tuproqdan, ondan obiy ma'nidan yoritib, ondan seni ravuruz inson qilgan zotni inkor qilamsan? Lekin men Parvardigorim bo'lgan u Allohni e'tirof qilaman. Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmayman. Sen beg'inga kirgan chig'ingda Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa, qo'limdan hech kelmaydi desangchi? Sening qarshingcha mening melim va avlodim seninkidan oz bo'lsa-mu? Umidki, Parvardigorim menga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilg'ay. Beg'ingga osmondan bir ofat yuzlandirish bilan beg'ing tüp-tüz qaqas yerga aylanib qolg'ay. Yoki uning suyi singib ketib, uni izlash, ya'ni asliga keltirish sening qo'lingdan kelmaydi. Uning mevalari, ya'ni beg'i vayron bo'ldi. Tilining bedishlari yerga yiqildi. Telining bedishlari yerga yiqildi. U boqqa sarf qilgan chiqimlariga hasrat chekib, ikki olqinni uvulg'ili turdi. Hamda u, "Men Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmasamchu" dedi. Uningga Allohdan boshqa yordam qiladigan, ya'ni uningdan bu baloni dafi qiladigan hech jamoa bo'lmadi. O'ziga o'zi yordam qilolmadi.
ya'ni bolani o'zidan dafi qilolmadi. Bu yerda, ya'ni bundaq holatda madadkor bo'lish faqat barhaq Allohga xosdir. Allah o'ziga iymon etquchilarga dunyo va oxiratda yaxshi mukofot berguchidir. Uningga yo'langan va uni umid qilganlarning oqibatini yaxshi qilguchidir. Ey Muhammad, ularga, ya'ni kishilarga dunyo tirikchiligi haqida mundaq misolni keltirgin. U shuningga o'xshaydiki, biz osmondan yomg'ir yog'dirdik. Shu suv bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmishib, bo'liq o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-tarafga uchirib ketdi. Alloh har narsaga qodirdir. Mollar va bolalar dunyo tirikchiligining zinnatidir. Baqi qiladigan yaxshi amallarning savobi Parvardigoringning nazarida texmi yaxshidir. Umid texmi cho'ngdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida biz tog'larni yo'q qilamiz. Zaminni ochiq, tüp-tüz ko'rsan, ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni, ya'ni insonlarni mahshargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Ular, ya'ni jimi xaloyiq sap-sap bo'lishib, Parvardigoringga to'g'rilanadi. Kofirlarga sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda molsiz, bolasiz, yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chog'ni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. Kishilarning nomi amaliy o'tirg'i qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsan, ular voy bizga bu nomi amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi-ku deydi. Ular qilgan atganlarining hammasining nomi amaliga xotirlanganligini ko'rdi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis jinlardan edi. Shunga u Parvardigorning itoatidan chiqdi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamizlar? Halbuki ular sizlarga dushmandir. İblis zolimlar uchun nima degan yomon badal? Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon? Ular, ya'ni shaytonlarga osmonlarning va zaminning yoritilishini, ularning o'zlarining yoritilishini ko'rsatganim yo'q. Ya'ni mazkurlarni xalq etgan chig'imda ularni hozir qilganim yo'q. Kishilarni ozdiruvchilarni yordamchi qilganim yo'q. Shu kunda Alloh ularga aytadi: "Sizlar mening sheriklarim deb o'ylaganinglarni chaqiringlar." Ular chaqirdi. Lekin ularning sheriklari ijobat qilmaydi. Biz ularning orasida ular o'tolmaydigan halokatlik joyini paydo qildik. Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, uningga kirdiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Bu Qur'onda insonlarga turli misollarni bayon qildik. İnson ko'p datalash qiladi. Ya'ni ko'p jidallashish insonning tabiatidir. İnsonlarga hidoyat kelgan chaqda ularning iymon etmasliklari va Parvardigoridan mag'firat talab qilmasliklari faqat Allohning burunqilarga tutgan yo'lini, ya'ni halok qilishni kutadiganliklari yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganliklari uchundir. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etquchilarga xush xabar berguchi, osiylik qiluvchilarni ogohlantiruvchi qilib avatimiz. Kofirlar payg'ambarlar ipkagan haqiqatni yo'q chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashadi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxara, ya'ni o'yinchoq qilib oldi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxara, ya'ni o'yinchoq qilib oldi. Parvardigorning oyatlari bilan pand nasihat qilingan, u oyatlardan yuz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidanmi zolim kishi bormi?
Şübhəsizki biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan pardalarni tortdik. Quloqlarini eg'ir qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsang, ular hargiz hidoyat topmaydi. Ya'ni ularni iymonga, Qur'onga da'vat qilsang, ular da'vatingni hargiz qabul qilmaydi. Parvardigoring nihoyatda mag'firat qiluvchidir va rahim qiluvchidir. Agar Alloh ularni qilmishiga qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tezlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bo'lak hech panogoh topolmaydi. Shu shaharlarning aholilari, ya'ni Hud, Solih, Lut, Shuayb payg'ambarlarning qavmlariga o'xshash o'tgangi ummatlar cho'qim qilganliklari uchun ularni halok qildik. Zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Shu shaharlarning aholilari, ya'ni Hud, Solih, Lut, Shuayb payg'ambarlarning qavmlariga o'xshash o'tgangi ummatlar zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. O'z vaqtida Musa yosh xodimiga, ya'ni Yusha'i ibn Nunga ikki daryoning qo'shildigan joyiga yetmaguncha mengishimni to'xtatmayman. Shu joyga yetganga qadar uzoqcha mengayverman dedi. Ular ikki daryoning qo'shildigan joyiga yetib borganda beliqni unutib qoldi. Beliq daryoga yo'l ilib kirib ketdi. Ular ikki daryoning qo'shildigan joyidan o'tganda Musa yosh xodimiga "Attiganlik tamoqimizni ep kelgin. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik" dedi. Yosh xodim: "Biz cho'ng tosh ostida oram elayotganda yuz bergan ishdan, ya'ni pishirilgan beliqning tirilib, sevatdan sakrab chiqib, daryoga kirib ketganligidan iborat qiziq ishdan xabaring bormi? Men rostla beliqni unutibdiman. Beliqning ajoyib voqeasini sana aytishni faqat shayton menga unuttiribdi. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi" dedi. Musa: "Bizning izlaydiganimiz dal mushu edi" dedi-da, ikkisi kelgan izi bo'yicha kayniga yenishdi. U ikkisi beliqni unutgan cho'ng toshning yanida bizning bandalarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni, ya'ni ilmiy g'ayibni biz bildirgan bir bandini, ya'ni Xizr alayhissalomni uchratdi. Musa onunğa: "Alloh sana bildirgan to'g'ri ilmni menga o'rgatishing uchun sana ergishaymi? Ya'ni suhbatingda bo'laymi?" dedi. U aytdi: "Sen men bilan birga bo'lishga sabr toqat qilib turolmaysan. Sen cho'nqur tunib yetmagan, ya'ni qarmoqqa yomon, ammo moyitini sen tushunmagan ishqa qandaqmi sabr toqat qilib tura olaysan?" Musa aytdi: "Alloh xolisa meni sabr qilg'uchi ko'rsan. Sening buyrug'ingga xiloflik qilmayman." Xizr aytdi: "Agar sen menga ergashsang, yo'liqqan ish to'g'risida men uni sana so'zlab bergicha uningdan so'rama. Ya'ni o'zim so'zlab bermaguncha qilgan ishlarimdan so'rama." Shuning bilan u ikkisi birlikda menib kelib bir kemaga chiqishdi. Xizr kemini teshibdi, ya'ni kemining bir taxtasini sug'uribdi. Musa uningga: "Kemidagilarni g'arq bo'lib ketsin deb kemini tashdingmi? Sen haqiqatan qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding" dedi. Xizr: "Sen haqiqatan men bilan birga bo'lishda sabr toqat qilib turolmaysan demadimmi?" dedi. Musa aytdi: "Ahdini unutib qolganligimga meni ayblama. Sen bilan birga bo'lishda meni qiyin holga tushirib qo'yma." U ikkisi, ya'ni birlikda mangdi. Ular bir balani uchratdi. Xizr uni o'ldirib qo'ydi. Musa: sen bir begunoh jonni nohaq o'ldirding. Sen haqiqatan yovuz ishni qilding"